Uy ijarasiga investitsiya kiritib, har oy 600-700 AQSh dollardan daromad olishni istagan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tuman 20-A kvartalda joylashgan 2 xona razdel uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz birinchi xonamiz, mehmonxona, o'zining yumshoq mebellari, bu yerda 1 ga 7 bo'lgan balkonimizni ochib yuborgan uyimiz egalari tomonidan. Bu yerda televizorimiz ko'rib turganinglardek loft uslubidagi ajoyib mebellari bilan. Uyimiz 9 qavatli binoni 7-qavatda joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 60 metr kvadratdan iborat. Bu yerda glavniy eshikdan kirib kelish, o'zini mini proxoshkamiz bu yerda. Ko'rib turganlaringdek, bu yerda esa oshxonamizga kiriladi. Oshxonamizda kerakli barcha mebel va texnikalar yaxshi sifatlisi bilan ta'minlangan. Ko'rib turganlaringdek, bu yerda xolodilniklarimiz, o'tirib ovqatlanish uchun stol-stullar qoldirib ketilgan. Glavniy eshigimiz yaxshi sifatlisi qo'yilgan. Eshikka proxoshkamiz. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, bu yerda ham kerakli barcha mebel va texnika yaxshi sifatlisidan qo'yilgan. Did bilan bezatilgan, sifat va rang uyg'unligiga alohida e'tibor berib, bu yerda esa banda qismimiz keladi. Samozo'rimiz ham razdельный bo'ladi. Uyimiz katta yo'l yuzida joylashgan bo'lib, mo'ljalga keladigan bo'lsak, Chilonzor metrogacha bor yo'g'i 2 bekat oralig'ida Chilonzor tuman Hamkor bank filialining yonginasida joylashgan ushbu uyimizda videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari 83 ming AQSh dollar baholashmoqda. Agarda kimlarga qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.